Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugungi mavzumiz yana estetikaning estetika bog'liq bo'lgan masalalar. Ya'ni go'zallikka universallik, ya'ni umumiylik birmuncha xos deb qaraladi. Bu mavzuga ham to'xtalib o'tamiz. Ya'ni go'zallik haqidagi hukm subyektiv, lekin u umumiylik davosini ko'taradi. Ya'ni agar men biror narsani go'zal deb his qilsam yoki bilsam, boshqalar ham shunday deb bilishini kutaman. Men boshqalar ham shunday deb bilishini kutaman, chunki bundan umid qilaman. Va ya'ni bir misol keltirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Laylo va Majnun haqidagi hikoyada shunday bir epizod bor. Majnundan so'rashadi. Ya'ni biz Layloni ko'rdik. Laylani ko'rdik va Layla, sen sahrolarga tushadigan darajada Majnun bo'lgan, telba bo'lib sahrolarga tushadigan darajada go'zal emas-ku. Sen nimasiga oshiq bo'lding va sahrolarga tushding uni deb so'ralganda, siz unga mening ko'zim bilan boqing degan bir fikr aytadi Majnun. Shuning uchun ham ya'ni go'zallikka universallik birmuncha xos degan nazariya mavjud. Ya'ni sababi go'zallik tajribasi inson aqlining umumiy tuzilishiga asoslanadi, ya'ni kognitiv qobiliyatlarga asoslanadi. Bu umumiylik ya'ni konsepsiyasiz ya'ni sodir bo'ladi. Go'zallikni tushuntirish uchun hech qanday tushuncha, masalan qoida yoki ideal kerak emas. Ya'ni go'zallikni tushunish uchun, ya'ni bu go'zal emas deb anglash uchun bir aniq kriteriya mavjud emas. Chunki go'zallikni har kim har xil tushunadi. Har bir xalq, har bir inson, keling bo'lsam har bir o'sha madaniyat egalari har xil tushungani uchun, har xil anglagani uchun ham unga xos bo'lgan bir qoida, ideal mavjud emas. Shuning uchun ham ya'ni go'zallikni bir qolipga solib bo'lmaydi. Xo'p. Maqsadlilik, maqsadsizligi. Ya'ni go'zallik maqsadga mo'ljallanganlik izohini beradi, lekin aniq bir maqsad, masalan, funksiya bilan bog'liq emas. Ya'ni go'zallik maqsadga mo'ljallanganlik haqida, ya'ni o'zi maqsadga mo'ljallanganu, lekin ma'lum bir vazifani bajarmaydi deb aytadi estetikada. Ma'lum bir maqsad, vazifa bilan bog'liq, bajarmaydi emas, aniqroq bog'liq emas deyiladi. Xo'sh, misol, tabiatdagi to'lqinlar, naqshlar yoki qushlarning qo'shig'i inson aqliga mo'ljallangandek tuyuladi, lekin ularning haqiqiy maqsadi yo'q. Ya'ni aslida u inson aqliga yoki bo'lmasam inson zavqini oshirishga mo'ljallangan bo'lmasligi ham mumkin. Bu hodisa Kantda san'at asari o'z maqsadini o'zida saqlaydi degan g'oyani keltirib chiqaradi. Ya'ni Kantning bilish falsafasida shunday bir fikr bor, narsa o'zida degan narsa. Shuning uchun ham san'at asari o'z maqsadini o'zida saqlaydi degan bir fikrni beradi. Xo'sh, keyingi masalamiz zaruriyat va sensus communis, ya'ni go'zallik haqidagi hukm zarurat bilan bog'liq. Agar siz biror narsani go'zal deb his qilsangiz, boshqalar ham shunday qilishlari kerak deb o'ylashingiz mumkin. Bu zaruriyat sensus communis, ya'ni umumiy hissiyot g'oyasiga asoslanadi. Barcha insonlarga mavjud bo'lgan kognitiv hamkorlik. Masalan, Kant uchun go'zallik inson ongining universal tuzilishini aks ettiradi degan fikrni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni keyingi masalamiz erkin go'zallik. Ya'ni bog'liq go'zallik. Erkin go'zallik va bog'liq go'zallik. Erkin go'zallik
hech qanday tushuncha yoki ideal bilan chegaralanmagan. Misol, gullar, abstrakt san'at, bog'liq go'zallik esa ma'lum bir tushuncha. Misol uchun mukammal ot bilan bog'liq. Misol, portret yoki me'morchilik asar. Xo'sh. Keyingi masalamiz go'zallik va yarmarka. Kant go'zallikni yarmarkadan keskin farqlaydi. Ya'ni go'zallik cheklangan, uyg'un, tushunarli. Ya'ni go'zallik bu cheklangan, uyg'un va tushunarli bo'lishi kerak deydi. Yarmarka esa cheksizlik. Dahshat, aqlning chegaralarini buzuvchi, misol uchun ulkan tog'lar yoki bo'ronli dengiz va hokazo. Bu masalani keyingi slaydda yana sizlar bilan ko'rib chiqamiz.